Farzand har bir ota-onaning uzilmas umidi, ko'ngil quvonchi, nijot yulduzi va umrining davomchisi. Farzandlarni atrofli, ilmli, safoli, kelgusiga yaramli qizbosar qilib yetishtirish har bir ota-onaning muqaddas burchi. Bilqut farzand tarbiyasi bolalarning yaxshi hamrohi, ota-onalarning farzand tarbiyalashiga qobil yordamchisi bo'lib qolgusi. Olim bo'lsang, olam seninki. Buvay nasiyatini davomlashtirib mundaq dedi. Xalqimizda olim bo'lsang, olam seninki deydigan hikmat bor. Demak, bu olam ilm cho'qqisiga chiqqan kishining qo'lida bo'ladi. Bu haqda men ulug'larimizning ilm o'rganish haqidagi nasihatlarini saminga silib o'tmoqchiman. Yusuf Xosojib bizga mundaq nasihat qiladi. Ey bilimdon, dono o'g'lim, orzuyum aql farosat va bilim to'g'risida ozroq so'zlashni taqozo qilyotdi. Tangri odamni tanlab aziz va qadrli qildi. Uningga aql, idrok, ilm va fazilat berib yuksaldirdi. Qalb ato qildi. Til berib qalbni yo'rtqich qildi. Go'zallik, xushbeyinlik va numus berdi. Odam bilim bo'lganlik uchun bugünkidek ulug'likqa yetdi. Aql bo'lganlik uchun butun past tugullar yeshildi. Tangri kimga aql bilan bilim ato qilgan bo'lsa, barliq yaxshiliklarga qo'lsin olaydi. Bilimni buyuk, aqlni ulug' bilginlik, bu ikkisi qo'lni yuksaltirib, buyuklikka ega qila oladi. Bilim deydiki, bilimsiz kishining hammasi kasalman bo'ladi. Kasalman davolanmasa, odam tirik o'ladi. Bilimlik erdan kasallik yiroqlashidir. Ey dono, bilimsizlik kesiliga davo qil. Ey nodon, bilimli qishig'i berib, bilimsizlik kesilini davolab qil. Har qandoq aql martabasiga yetsa, tuman orzusi bo'lsa-mu, qiyinib tiliki hal bo'ladi. Aqlning inson uchun foydasi g'oyat zo'r. Uning ustiga bilim qo'shilsa, odamning qadr-qimmati texmi oshir. Bilginki, inson bolasining qimmati aql bilan bilimda. Shunga har ishni aql bilan qilg'uliq. Qimmatli vaqt fursatini qo'ldan bermaslik uchun bilim bilan ish tutquliq. Kimda aql bo'lsa, u isil otiladi. Kimda bilim bo'lsa, bu xon otiladi. İnson bolasi bu qo'ng'ir tuproqqa qadam qo'ygandan buyon har qanday ishning yo'lini bilim bilan topdi. Shunga aql oz bo'lsa-mu, oz dema. Uning qadri ko'p bo'ladi. Har kimlar mundaq 4 narsani hargiz oz dema degan. Uning biri o't, yana biri dushman. Üçüncüsü hayotning do'zaxi bo'lgan kasallik. To'rtinchisi ilim. Az bo'lsin, ko'p bo'lsin, bularning foydasi ko'p. Ziynumu az emas. Xuddi ilm berimga o'xshash uning biri seni manfaatdor qilsa, yana biri seni hammadan mahrum qiladi. Sen bilimni yoshirib bo'lolmaysan. Iborning farqi uni oshkorlab qo'ygandek, tiling qalb sariyingdagi ilm boyliqlarini oshkorlaydi. Bilim hargiz namratlashmaydigan, o'g'ri va qaroqchi ololmaydigan boyliq. Ishni bog'laqda otni tizginda tutqandila, ularni yaxshi boshqurg'ili bo'lgandek, bilim seni yomon ishlardan to'sqichi kishan bo'la oladi.
aql idrok sen uchun eng ishonchlik odosh. Bilim bo'lsa eng mehribon qarindoshdir. Bilimsiz uchun mangan turg'unning hammasi o'ziga dushman. Biliqut farzand tarbiyasi. Muning to'rik tamsili buningga dalildir. Aqlga o'z ahli do'stlikqa yarar, nodonga o'z iti qarg'ish yog'durar. Bilimlikki bilimi to'n va osh bo'ladi. Bilimsizga qiliqi yomon bir adosh bo'ladi. Aqlsiz odam mevsiz daraxtdirki, mevsiz daraxtdan och odamga nima foyda kelsin? Barliq yaxshilik aqldan keladi. Bilimdan zo'riyib, tilakka yetadi. Odam bu ikkisining xosiyatidan ulug' bo'ladi. Adolat yo'lini topadi. Odam bilim bilan hayvondan farqlanib turadi. Bu dunyoda bilimdan qimmatli nima bor? Aql aytadiki, bilim odamni hayvondan ayirdi. Bilimdan insonning qo'li uzardi. Hayvon bo'lmay desang, bilim o'rgan. Aql va bilim bilan so'zingni ravon va oqidigan qil. Ey o'g'lim, bütün xosiyatli ishlar bilim saxovatidandir. Misoli, bilim bilan ko'kka yo'l elish mumkin. Har qanday so'zni demoqchi bo'lsang, bilim bilan so'zlagin. Kishilarni ham bilimga bog'lab ulug'la. Söz degan ko'k osmondan qo'ng'ir zamonga tushdi. Söz bilan inson qadr qimmatini topdi. İnsonning ko'ngli tubi yo'q dengizga o'xshaydi. Bilim xuddi dengizning ostida yotgan unchiga o'xshaydi. Odam ajri bilan unchini dengizdan suzib chiqarmasa, unchi bilan saytishining nima farqi bo'lsin? Ko'rmadingmi? Oltin qo'ng'ir yer qetida toshga o'xshash yotgan. Qizib chiqirilib, baglarning beshiga tosh bo'lmadimi? Agar olim bilimini tili bilan ifodalamasa, uning bilimi yillab yozsa-mu, o'zini-mu, atrofini yo'rtolmaydi. Aqlliq, bilimlik bo'lish nima degan yaxshi ish? Agar uningga erisha olsang, joyda ishlatda uchib ko'kka yet. Jahon so'rash uchunmi, xalqni boshqarish uchunmi aql ham yurak kerak. Dunyoga odamzod to'ralgandan tortib, aqlliqlar yaxshi qonun tuzib, jahonni tutib kelishdi. Bilim bilan xalqni yetakladi. Aql bilan bilim biriksa, kamolat topadi. Kamolat egisi dunyo ne'matlaridan to'liq bahramon bo'la oladi. Bugungi qadar qaysi zamonda bo'lsin, hurmatli o'rin bilimliklarga tegdi. Kishilarning yaxshisi-mu aql bilan tuziladi. Xalq ichidagi bulg'inishmi bilim bilan so'ziladi. Shamsul Maali Vashmigir Qabus ilm o'rganish haqida bundoq deydi. Ey o'g'il, hunar deganimiz do'konda o'ltirib olmoq sotmoq bilan mashg'ul bo'lish emas. Odamning turmush mashg'uloti, hayotga zarur ishlar hunar deyiladi. Qo'lingdagi ishlaringni yaxshi o'rgatgin. Uningdan bahramon bo'lasan. Odam ilm, hunarda ustozga va ustozning tarbiyasiga muhtoj bo'ladi. Ilm, hunar o'rgangandan keyin ishga oshira olaysan. Ey o'g'il, ilmingni va hunaringni takomillashtirishga tirish qil. Ilm, hunar bak ko'pdir. Hammasini bayon qilish mumkin emas. Her ishning maqsadi ikki oldin xoli emas. Biri turmush maishating uchun seni jamiyat har bir hunarga muhtoj qiladi. U chaqda shu hunarni o'rganib, sirlardan xabardor bo'lishing kerak. Yana biri hunarga muhtoj bo'lmay, ulug' martabada bo'lishi mumkin. Shundaqdimi ulug' martabali kishilarga lozimki, her ishning asli mohiyatidan xabardor bo'lishi zarur. Ana shuning o'zini bir hunar. Ey o'g'il, her qanday hunar ilm o'rgansan,
şu hüner ilimdeki türlük maharetlerini bilmesen faydasını görelmeysen. Mesela doktor bolsa halkı hizmet kılıp türlük doğrular, şerbetler, mevcutlarını işleşini ve işiltiş ornunu tanışı lazım. Eğer astronomiye ögensen planetlarını, ecrami, samavi, takvim kalendar ilmini bilişin lazım. Astronomiyaya ait pellerini bilsen, hürmet ve faydasına erişeleysen. Sözümüzün hulası şu ki, ilim okup, hüner ögünüp, orada işletmesen, dünyada faydası görülmeydi. Ey oğul, tirişip, icdihat kılıp, türlük ilimlerden haberdar bol. Türlük ilimlerini hasıl kılmakçı bolsan, alimlarının ve ilim ehlinin mangan yoluğu kirip, ulardan öğengin. Kamil bilen ustazının hizmetine kirip, ilim hasıl kılışın lazım. Şundaqla dünya ve ahiretinin dövletine erişkeysen. Her kaçan ilim hasıl kılışqa erişsen, başka hünerlerge ihtiyacın düşmeydi. İlim hasıl kılış yolu kadem koysan, naçar ve yaman işlerden özünü saklışın gerek. Haq nahaqni, halal haramla ayrı bilişin lazım. Turmuşның türlük japa muşaqqatlarga sabr qilib, japolik hayotga qanoat qilgin. Ishlardan tama qilma. Ilm ma'rifatning muhabbatini ko'nglimga mahkam o'rnab qil. Pul tepib, boy bo'lish muhabbatini ko'nglingdan chiqargin. Qisqasi, ilmga do'st bo'lib, dunyoning vaqtli ishlariga do'st bo'lmaysan. Az uxlash, tez uyg'onishni odat qil. Kitap o'qishga, o'qigan kitoblardan tushunganlaringni va ustozlaringdan o'rganganlaringni yezib olishga yerisman bo'lgin. Hech qanday kitob o'qish, yezishdan bo'shanma. Vaqting bo'sh o'tib ketmasin. O'qiganlaringni takrorla va yodla. Sen bilmagan ilmni birovdan yoki ustozlaringdan anglaganda pamlab tushunib olgin. Ilm ahliga hurmat qilib, muhabbat bağla. İlim ehli bilen söhbetdaş bolgin. Alimlar meclisde oltursan, edep saqla. İlim ögünüşten numus qilma. Ustazın ulug'liqlarini ko'rib, haqiqiy ado qil. Her qaçan yiningda kitap, qo'lingda qalam, yeziq daftaring tilli bo'lsin. Anlagan ibratlik söz hikmetlerini yezib qo'y. İlim talab qilish vaqtlaringda ilim ehlidan bölek nadan adamlar ve behude işler bilen meşgul bolma. Bunda uslub rioya qilgan ilim talab qilguvchi albatta bu zamanda olimlar jumlasidan bo'ladi. Ilim talab qilib yurgan chog'laringda yomon ishlardan yiroq bo'lib, o'zingni pok saqla. Badining, kiyiming pok bo'lsin. Bir kishi sendan mas'ul so'rasa, bilganlaringni bayon qilib ber. Fikir qilmay ve bilmey turib, mesleğe cevap verme. Bergen cevapların işençilik, toğra, kitap ve büyük alimlarının icdihat fikirleriga muvafık bolsun. Eğer bir kişiye bilen münazirleşsen, karşı taraf ilim ehli bolsa, ilmi usul bilen edeplik münazir kılgın. İlmi küçüngü qarab, küçün yetse münazirleş. Bilmegen meselede münazirleşme. Münazirde delil ispat bilen sözle. Mevhum meselede sözleme. Deva kılma. Eğer karşı taraf kanaat kılarlık ispatlısa, kibir ve serkeşlik kılmay, sözünü kabul kılgın. Muhterem buvay, yuqoridagi so'zlarni aytib bo'lgandan keyin bu haqda cho'nqur o'ylarga cho'mgan Beliqutchanni o'ziga qaratib turib, mundaq dedi. Ey jinim balam, ulug'larimiz ilm haqida ana shundoq durdanlarni qoldirib ketgan. Bu durdanlarga amal qilganda ilm cho'qqisiga chiqqili, olim bo'lib, olamni ilkiga olg'ili bo'ladi. Shuning uchun sen ilm so'ygichi qalbga ega bo'lishing,
ilimlik bo'lishni amalga oshirishing. İlim orqali o'zingni takomillashtirishga tirishishing lozim. Shunda qilgandala bizning umidimizni oqlagan, xalqimizning ilm ma'rifat ruhiga varislik qilgan bo'lasan. Buva, dedi Beliqutchan qizg'inlik bilan. Men bütün kuchim bilan ma'rifatli bo'lishga tirishiman va sizning xalqimizning umidini hargizmi yada qo'ymayman. Menga cho'qim ishoningmi buva? Men sana ishinaman, aqlli qo'zam. Dedi buvay kulib turib. Beliqutchan qattiq hayajonga to'lgan holda buvisining bo'yniga esildi. Kitap o'qishning foydalari. Ovozliq kitob abdi toli.